qishloq xo'jaligi yaxshi rivojlangan. Bizada nima mana ko'p sabzavot ekinlari, ularni eksport qilamiz. Qancha sifatli bo'lsa, sabzavot ekinlari ham, turli xil mevalar ham u chet elda shunchalik aniq qiladi. Chunki bizning mevalarimizga yetadigani yo'q. Bizning tarvuzlarimiz, uzumlarimiz bu dunyoda tengiga mevalar desa to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bularni yetishtirishda nima qilaylik? O'sha suv bilan ta'minlash, yaxshi nima bilan ta'minlash, biologik preparatlar bilan, o'g'itlar bilan ta'minlash juda aktual dolzarb muammo hisoblanadi. Shu borada ham ancha ishlar qildik, gidrogellar yaratdik. Masalan, selluloza chiqindilari asosida yaratdik gidrogelni. Unga keyin hech kim bu respublikada qilinmagan. Chet elda albatta mavjud ko'pgina ishlar. Bizda qilinmagan ishlardan bittasi shu tirik hujayra, mikroorganizm hujayrasini barqaror formasini yaratish aktual muammoda. Chunki mikroorganizmlar tuproqni ham turli xil mikro makro elementlar bilan ta'minlaydi. Umuman hamma jarayonda mikroorganizmlarning roli katta. Shunga e'tibor qaratgan holda yaratgan gidrogellarimizga mikroorganizm hujayralarini imobillash juda bir dolzarb masala bo'lgancha e'tibor shunga qaratdik va bunga erishdik. O'sha gidrogelga ham o'ziga suvni shimib tortib turadi. Bu sellyuloza keyin parchalanib yo'q bo'lib, demak, yerni yana o'g'it bilan ta'minlaydi. Chunki u parchalangandan keyin sellyuloza nima bo'ladi? Glyukoza, uglevodlar hosil bo'ladi. Lekin yerni ta'minlaydi. Demak, u hech qanday zarari yetmaydi. Shuning uchun unga mikroorganizmni adsorsiyalar, immobilizatsiya qilib kiritib, ya'ni 50 gradusgacha qizdirganimizda mikroorganizm o'lmay, o'zini holatini saqlab qolishga erishdik. Mana shuni hozir patent qilish arafasida biz, lekin o'sha PhD himoyasiga chiqyapti. Bu o'sha muallif Tolibjon Rajabov degan o'quvchim shu kunda mana seminardan o'tdilar. Patentga ham topshirilgan bu ishlar. Mana bu juda bugungi kunda bizning respublikamizda bunaqa ishlar qilinmagan. Bu bizning kadrda amalga oshirildi. Birinchi mana bizning harorat juda ko'tarilib ketadi. Harorat ko'tarilgandagi mikroorganizm o'zining faoliyatini yo'qotib qo'yish mumkin. Termofil bo'lgan bo'lsa yaxshi ishlaydi. Agarda u termofil bo'lmasa, issiq havoda o'zining xususiyatlarini o'zgartiradi. Shuning uchun bu hozir bizning qilgan ishimizda u ham mikroorganizm o'sha gilli ichida, ovaylarning ichida o'zining faoliyatini ushlab turadi. Shu bilan birgalikda sho'rlangan tuproqlarda ham faoliyatini o'zini olib boradi. Endi ikkinchi vapros, birinchisi suvni yetishmasligi bo'lsa, ikkinchisi hamma dalalarga har ekiverganingizdan keyin ekinlar charchab qoladi tuproq ham. Tuproqlarga ham dam berish kerak, yerga dam berish kerak deydi mana qishloq xo'jaligi xodimlari tomonidan aytiladigan gaplar. O'sha paytlarda nima qilishgan? Endi tuzlangan, sho'rlangan yerlar ko'payib ketyapti. Natriy tuzlar bilan, fosforli tuzlar bilan, tuzlar har xil endi. Sho'r tuz bor, qora tuz, bunaqa har tuzi turi ko'p. Ana bularda demak ekinni eksangda shu tuzlangan yerda ham, sho'rlangan yerlarda yaxshi hosil berishini amalga oshirish kerak. Bu juda ham dolzarb muammo. Chunki ancha charchagan, tuzlanish ko'p bizada. Ana shu hozir yaratgan gidrogelimiz sho'rlangan tuproqlarda ham o'zini faoliyatini ko'rsatadi. Bir vaqtda o'zida suv bilan ta'minlaydi va o'sha mikroorganizmlar tomonidan tuzlarni iyon holatga o'tkazib beradi. U keyin ildiz orqali tortib, o'sha bir vaqtda o'zida tuzni o'zida azot bilan, fosfor bilan ta'minlanish amalga oshadi. Mana shunaqa bir chiroyli ishlar qilinyapti. Bo'lgan ishlardan biri. Albatta. Ham dolzarb, ham qiziqarli, juda qiziqarli. Lekin ko'pchilikka mikrobiologiya deydigan bo'lsa, mikroblarni tushunishadi. Buni juda ham tor doirada emas, keng doirada qaraydigan bo'lsa, bu hozirgi kunda eng dolzarb bo'lgan muammolarga yechimlarni beradigan bir yo'nalishlardan biri deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri bo'ladi. Chunki hozirgi kunda bizning aholi sonining ortib borishi, oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi, yer tanqisligi va yerlarning sho'rlab borilishi bu katta muammolarga olib kelmoqda. Ushbu biotexnologiya va mikrobiologiya kafedrasi orqali unlardan yetib chiqadigan kadrlar orqali bu muammolarga yechim topishga harakat qilinmoqda. Shunaqa qilinyapti. Chiqayotgan kadrlarimiz, men o'ylayman, albatta talab darajasida. Chunki o'sha Rahimov yaratgan maktablar hozir davom etyapti.
biz ham qo'ldan kelgancha shu borada o'zimizni mehnatimizni ayamasdan yoshlarga bilimni ayamasdan beryapmiz, lekin bilimga ilmga chanqoq yoshlarimiz ko'p. Mana hozir hamma ish qilib ilm qilaman deb o'zini fidoyilik bilan ishlayotgan yoshlarimiz bor. Ular yaxshi yutuqlarga erishyapti. Mana hozir aytib bergan misollarimda buni ko'rish mumkin. Magistrlar ham hozir juda yaxshi ishlar. Mana startap proyektlarga berilib qilinayotgan ishlar bor. Bu borada yana startap proyekt bo'yicha yutib himoyaga chiqqan o'quvchimni ham aytib ketishim kerak deb o'ylayman. Arta Hajayeva, Barnoxon degan yaqinda himoya qildilar, diplomlarini ham Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan oldilar уже. Ular mana yaralar bo'lganda mana qo'lda har xil kuyish paytida yoki biror bir narsa bilan mexanik ta'sir natijasida qirqib olish holatlari bo'ladi-yu. Ana bunday holatlarda yallig'lanish ketadi. O'sha teri ustida ana o'sha teri ustidagi yallig'lanishni oldini oladigan sprey shaklidagi demak ranalarni, yaralarni bog'laydigan bog'lam yaratdik. Bunga startap proyektlarini olganmiz, yutganmiz. O'sha startap proyekt asosida ishni amalga oshirdik. U spreyda demak antibakterial xususiyatiga ega, u yaraga sepib qo'ysangiz suvni ham o'tkazmaydi. Bemalol o'sha inson o'zini demak mehnat faoliyatini davom ettirishi mumkin. Agarda bint bilan bog'lasangiz nima bo'ladi? U darrov yallig'lanishga olib kelishi mumkin. Dori qo'ysangiz ham noqulaylik sharoitlar tug'iladi. Ayniqsa qo'lda bo'ladigan bo'lsa, suvga uradigan bo'lsak, o'ta vоспаление, ya'ni shamollash prosesi ketadi. O'sha yallig'lanishni oldini oladigan demak sprey shaklidagi bog'lamlarni yaratdik. Mana shu spreylar yaraga bemalol sepib qo'yganingizdan keyin tuzatib yuboradi. Обновление qilib 1 sutka, 2 sutka davomida yurish mumkin. Chunki uni tarkibida o'sha kumush zarrachalari ham bor. Ular mikroorganizmni tashqi membrana qavatiga ta'sir qiladi. Hali kumush zarrachalari uni liziz qilishga olib keladi va shu bilan keyin tarkibidagi boshqa faol moddalar uni o'sha davolashni amalga oshiradi. Va shunaqa ishlarni ham qilganmiz. Chunki biotexnologiya juda ham yaxshi soha. Har tomonlama keng, demak, diapazoni juda katta yo'nalish bu. U yerda meditsina ham bor, bir necha yo'nalishlar. Meditsina o'shancha aytadi, tibbiyot biotexnologiyasi deydi. Bu alohida soha. Lekin hamma sohadan biz mana shu universal yo'nalishdagi tadqiqotlarni olib boryapmiz. Hozirgi aytib bergan suhbatimdan ham ma'lumki, demak, meditsina sohasida ham juda katta ishlar qilinyapti bizda. Mana bakteriya viruslar diagnostikasi yoki o'sha bog'lamlarni biz yaratishimiz, haligi yaralarni oldini olishda yoki qishloq xo'jaligidagi o'sha gidrogellar, mana shundan bilinish mumkinki, biotexnologiya diapazoni keng yo'nalish va bu yerda o'shanga yarasha katta tadqiqot ishlari amalga oshiriladi. Juda ham qiziq yo'nalishlardan bittasi. Ustoz, bu biotexnologiya va mikrobiologiya qiziqadigan talaba yoshlar kafedraga kelayotganda avvalambor nimadan boshlash kerak, qayerdan boshlash kerak, qanday ishlarni amalga oshirish kerak? Ya'ni yoshlarga tavsiyangiz. Yoshlarga tavsiyam albatta hukumatimiz ham mana prezidentimiz bekorga aytmayaptilar, o'qish kerak, kitob o'qish kerak dedilar. Bu juda to'g'ri gapda. Agar o'qimasa aytadi, o'qib bo'lsa o'qigan olim bo'ladi, o'qimagan o'ziga zolim. Bu ham bekorga aytilmagan gapda. Kitob o'qisangiz bilimimiz oshadi. Shuning uchun mana bizda hozir biotexnologiya yo'nalishi ochilgan. Bakalavriatura bo'yicha alohida qabul bo'ladi o'tga. Bizda biologiya fakulteti, biologiya yo'nalishida ham tahsil oladi bakalavrlar. Biotexnologiya yo'nalishi mana bu yil birinchi uchirma qushlarimiz chiqyapti. Bizani biotexnologiya yo'nalishida 4-kurs, 4 yillik bakalavr. Lekin ularda mana biz malaka bitiruv ishlarini tashkil etganmiz. Demak, birinchi qadam qo'yayotgan demak o'sha bakalavr yoki o'sha shug'ullanadigan, ilm bilan shug'ullanaman degan o'sha yosh bizani nimalarimiz, talabalarimiz birinchi o'rinda o'sha yo'nalishdagi yengilliklarga e'tibor qaratib kitob bilan o'qish kerak. Darsliklarni o'qish kerak, o'sha yaratilgan. Keyin chet ellik olimlarni olib borayotgan tadqiqotlardan xabardor bo'lish kerak. Masalan, o'zidan o'zi olim bo'lib qolmaydi. Uning uchun nima? Bilim ko'p bo'lish kerak. Bilim bo'lsa, o'z ustida ishlash kerak. O'z ustida ishlash uchun nima? Albatta kitob o'qish kerak. Ana shundagina bilim bo'ladi. Albatta o'sha sohaga qiziqsa, o'sha sohadagi ilmiy izlanishlarni olib borayotgan tadqiqotchilarni yaratgan publikatsiyalar deymiz, mana jurnalniy publikatsiyalar, ya'ni maqolalar, ilmiy maqolalar, ana shularni o'qish kerak deb o'ylayman. O'shandagina
o'sha sohada unda tasavvur paydo bo'ladiki, qiziqsa, sohasi ko'p, albatta bunga biz ko'mak beramiz. Ustoz, bu sohaga sizda qiziqish qachondan paydo bo'lgan? Qachondan boshlab shu mikrobiologiya, biotexnologiya yo'nalishiga kirib kela boshlagansiz? 1987-yilda gacha men bir yil ilmiy immunologiya instituti yo'nalishida ilmiy tadqiqotlar olib borganman. Keyin mana shu bizada usullarni ishlab chiqish borasida ishlar ancha orqada edi. Mana immunizm tahlillarini ishlab chiqish, bakteriya virus antigenlarini aniqlash, mana bu boradagi ishlar kam bo'lganligi uchun menda qiziqish uyg'ondi. Mana viruslarni aniqlash, bakteriyalarni aniqlash bo'yicha. Mana 87-yildan boshlab shu narsaga qo'l urdik. U paytda bizda kafedra yo'q edi. Kafedrani keyin o'sha Rahimov boshchiligida 89-yil tashkil etilgan, ungacha gruppa bo'lib biofizika kafedrasi qoshida faoliyat olib borganmiz. Ana o'sha yillar boshlangan. Undan keyin o'sha turli yo'nalishlar to'g'risida hozir gaplashdik. O'sha diagnostika, biotibbiyot sohalariga juda qiziqqanligim uchun o'sha narsalar ustida ishlay boshladim keyin. Rahmat ustoz. Endi bir qiziqarli savolim bor edi. Laboratoriyada har xil vaziyatlar bo'lib turadi, har xil voqealar bo'lib turadi. Sizda ham qanaqadir qiziqarli va kulgiliroq bo'lsa ham voqealar bo'ldimi? Qanaqadir qiziq, esda qolarli bo'lgan voqea? Endi esda qolarli voqealar desak ham bo'ladi, lekin tadqiqot jarayonida bo'ladi. Bu masalan talabalar bilan bo'ladi. Endi bo'lgan, lekin kulgili emas. Achinarli ahvolga. Ustoz, agar bitta mikrob kashf qilish imkoniyatingiz bo'lganda, ushbu mikrob qaysi muammoni bartaraf qilishi va u mikrobni nima deb atagan bo'lardingiz? Endi bitta mikrob deganda, demak, qandaydir katta global muammoni hal qiladigan bo'lish kerak bu mikrobimiz, to'g'rimi? Lekin shunaqa mikroorganizmlar bor. Mana sitotoksichnost deydi. Onkohujayralarni yo'q qilish. Hozir mana juda ko'payib ketyapti, stress bo'lgan, kanserogen mollarni iste'mol qilish, mahsulotlarni yeyish. Mana bu borada mana shunaqalar olib keladi stress bilan kanserogen. Kanserogenga bir necha marta ishlatilgan yog'lardan haligi tayyorlangan mahsulotlarni iste'mol qilish u kanserogen modda. Yog'larni bir necha marta ishlatsangiz. Endi bu hozir juda ham fast foodlar, hozirgi mana yana KFC'lar, yoshlarimiz sevib iste'mol qiladiganlar. Bu mahsulotlar albatta o'sha inson salomatligiga hadeb surunkali iste'mol qilish ozgina ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men agarda shunaqa imkoniyati qo'limda bo'lganda edi, onkohujayralarga qarshi ishlatgan bo'lardim. Onkologik kasalliklar juda ham rivojlanib ketdi, ko'payib ketdi. Yosh bolalar o'rtasida ham ko'payib ketyapti. Endi o'zi onko kasalliklarni kelib chiqish sababi shunda o'zi hozirchasini aytdim. Bu genetik, demak, moyillik darajasi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa mexanik ta'sirlar bo'lishi mumkin. Uchinchisi turli surunkali kanserogen moddalarni iste'mol qilish orqali chiqadi. O'sha kanserogen okislительный prosess ketadi yog'larda, biz surunkali ishlatganda yesa o'sha mahsulotni o'sha kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ustoz, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Bugungi suhbatimiz juda ham qiziqarli bo'lib o'tdi. Sizlarga ham kattakon rahmat. Keyingi sonlarimizda ustozlar bilan olib boradigan suhbatimizga savollaringizni yozib qoldiring va biz sizga o'sha savollaringizga javob olishga harakat qilamiz. Rahmat kattakon ustoz. Bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun va vaqtingizni ajratganingiz uchun. Rahmat, sizlarga ham katta muvaffaqiyatlar tilayman ishlaringizda. Rahmat sizlarga. Rahmat ustoz.